buyurilgan yordam va tirishchanlik. Badr urushidan o'ylaganlarim. Abdori Erkin Sidiq. Aldınqı qismi. Mening tushunishimcha, islom diniga e'tiqod qiladigan kishilar yoki musulmonlarning hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi deb qaraydi. Men o'zimning yaqinqi bir mazgil ichida tayyorlagan maqolalarimda hozirgi zamon musulmon ellarining qanday shakllanganligi va ularning taraqqiyotda nima uchun hozirgidek bir nachar holatga kelib qolganligini tushuntirib o'tdim. Umumlashtirib aytganda, taraqqiyot jihatda hozir bir qism g'arb ellari dunyoning eng oldida, musulmon ellari va musulmon xalqlar bo'lsa, ulardan ko'p orqada turibdi. Mushundaq bir amaliyat mening kallamda tövandagidek bir qator yangi savollarni paydo qildi. Hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi degan so'z g'arbliklarning eng yuqori darajada taraqqiy qilib, musulmonlarning ulardan ko'p orqada qolishig'imi uyg'un kelamdi? Agar uyg'un kelsa, Allohning ashundaq o'rinlashtirishidagi hikmat yoki sabab nima? Allah qanday kishilarga bakrak yordam qiladi? Musulmonlikning 5 farzini to'liq ado qilish orqali Allohning yordamiga boshqalardan ko'proq erishgili bo'lamdi. Agar shunday qilg'il bo'lsa, nima uchun hozir musulmon ellari bir qism g'arb ellaridan ko'p orqada qoldi? Bir millat uchun qudrat tepishning eng unumli usulini tepishning eng yaxshi chorasi ashu yo'lni burun mengib baqqanlarning tajriba saboqlarini o'rganishdan iborat. Ya'ni qudrat topgan millatlar qo'llangan usullarni o'rganishdan iborat. Taraqqiy topgan ellardagi millatlar boshqa millatlarni tadqiq qilishga, boshqa millatlar qo'llangan usullarni tadqiq qilishga nihoyatda yuqori darajada ahamiyat beradi. Uyg'urlar bu jihatda hozirgacha bir nihoyatda ojiz holatda turib keldi. Bundaq bo'lishdagi bir qism sabablar o'zimizda. Yana bir qismi bo'lsa o'zimizda emas. O'zimizga bog'liq bo'lmagan sabablarmi az emas. Ba'zi qarindoshlar burun menga Uyg'urlarning qudrat tepishdagi unumli yo'l ustida izlanib beqishni tavsiya qildi. Shuning bilan men Yahudilar haqida bir qancha parcha maqola yozdim. Yaponlar haqida-mo ham shunday qildim. Men Yaponlar ustidagi maqolalarni tayyorlaganda foydalangan manbalarning biri 1930-yillari Germaniya hukumati Yaponlar ustida tekshirish va ilmiy tadqiqot elib berib, shu asosda tayyorlagan bir ilmiy doklad edi. Yana biri bo'lsa, 2-dunyo urushidan keyin Amerika hukumati Yaponiyaning ma'rif programmasi ustida elib borgan tekshirish va ilmiy tadqiqot natijalari bayon qilingan bir ilmiy doklad edi. Mening farzimcha ko'pincha o'qirmanlar men foydalangan ashu manbalarga ancha diqqat qilib ketmadi. Men yaqinda din haqida izlanishni boshlagandan keyin kallamda g'arb ellarining hozirgidek taraqqiy qila olishi bilan hamma ish Allohning o'rinlashtirishi bilan bo'ladi degan diniy hukm o'ttirsida cho'qim bir bog'lanish bor. Undaqda u bog'lanish nima degan savol paydo bo'ldi. Shuningdan boshlab kallamning bir yerda mushu savolga javob izlashni zodili to'xtatmadim. Meningcha bu savolning javobi intayin muhim bo'lib, ashu javob musulmonlarning, jumladan Uyg'urlarning buningdan keyin qudrat tepish uchun qanday qilish kerakligini ko'rsatib bera oladi. Men yaqindan buyon Yasir Qazi Amerikadagi o'zi o'qituvchilik qilayotgan oliy maktabda dars qilib so'zlagan. Muhammad payg'ambarning tarjimali
degan leksiyasini anglavatqan bo'lib, u leksiyaning 38 qismida yuqoridagi savolga javob bo'la oladigan azroq mazmunni uchratdim. Men mazkur maqolada ashu mazmunni qisqacha tunishtiraman. Shundaqla dunyodagi eng taraqqiy qilgan davlat hisoblanadigan Amerika o'zining taraqqiyotidagi boshlamchilik o'rnini saqlab qolish uchun hozir qandaq ishlarni qilayotganligi haqida ozroq to'xtalaman. Hozir Amerika tutayotgan bir qism yo'llar boshqa taraqqiy qilgan g'arb ellarinikiga nihoyat yaqin bo'lib, men shuningga oid paketlardan bir qancha nima tilga ilib o'taman. Shu orqali men islom dinidagi hamma ish Allah'ның o'rinlashtirishi bilan bo'ladi degan uqum bilan hozirgacha eng taraqqiy qilgan g'arb ellar tutgan yo'l o'ttirsidagi boshlanishni bayon qilaman. Uyg'ur qarindoshlardan birari burun mushundaq bir temada maqola yozib e'lon qilib baqqanmi yo'q, men uni bilmayman. Ashundaq maqoladan birari yozilgan bo'lsa-mo, men uni ko'rib baqmadim. Mening ümidim, agar ashundaq maqolalar taxi yozilib baqmagan bo'lsa, mazkur maqolani bir boshlanish qilib, madaniyat va bilim salohiyati jihatda imkoniyati bor qarindoshlar yuqoridagi savol ustida o'rtaq holda izinib baqsaq, hamda bir yurish qanoatlanarlik javoblarni tepib chiqsaq, shunday qila olsak, biz o'zimizning buningdan keyin qudrat tepishimizdagi eng unumli yo'l qaysi degan savolga javob topgan bo'lamiz. Manga burun ilxat yozgan ukalarning ba'zilari manga ichkirdagi oliy maktab o'quvchilari ichida bir qism ukalar o'zligidan din o'rganishga nihoyat kirishib ketib, normal maktab o'qishiga sal qaraydiganligini aytib, mendan shular uchun biror yozma tayyorlashimni umid qilgan edi. Men maktab o'qishi bilan din o'rganishning munosabatini yaxshi bir taraf qila olmagan, din o'rganishni yaxshi elib berib, maktab o'qishiga sal qarayotgan ukalarga mazkur yozmani kam deganda bir qatim o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Men Yasir Qazining leksiyalarida tasvirlangan Muhammad alayhissalomning hayotidagi voqealardan bilgan hamda Yasir Qazi nihoyat aniq holda qayta ta'kidlagan bir haqiqat shuki, siz eng yaxshi musulmon bo'lish bilanla g'alabaga erisha olmaysiz. Siz eng yaxshi musulmon bo'lish bilanla Alloh buyurgan yordamga erisha olmaysiz. Allah'ның yardımını qo'lga keltirib, qilgan ishingizda g'alaba qozonish uchun siz tuvanda bayon qilingan boshqa bir qism ishlarni qilishingiz kerak. Birinchi, Badr urushidan yakunlab chiqilgan muhim hikmatlar. Hammamizning xabarda bo'lgandek, Muhammad alayhissalom sahobalarni boshlab Hijriya kalendarining 1-yili yoki 622-yili Makkadan Madinaga hijrat qilib keladi. Shu vaqtda musulmonlar ikki xil tahdidga duch keladi. Uning biri ichki tahdid bo'lib, yana biri bo'lsa tashqi tahdiddan tashkil topadi. Ayni vaqtdagi ichki tahdid Madinaning texi birlikka keltirilmaganligidan iboratdir. Tashqi tahdid dastlabida yalğız Mekkani o'z ichiga oladi. Ammo keyingi bir qancha yilning ichida bo'lsa, butun Arab yerim orlig'i kengaydi. Muhammad alayhissalomning Madina davrining dastlabki mezgilida Arab yerim orali Madina bilan Makka, musulmonlar bilan Qurayshdan iborat ikki qutbga bo'linadi. Badr urushi yuqoridagi ikki qutb o'rtasida eng dastlabida yuz bergan urushdir. Ya'ni bu urushda Madinadagi musulmonlar Makkadagi Qurayshlar bilan urushadigan bo'lib, u mundaq boshlangan. Hijriya kalendarining 2-yili Payg'ambar alayhissalom Qurayshning
bir karvanining Shamga sodaga ketganligidan xabar tepib, ularning qaytib kelish vaqtiga ulgurtib, Madinaga yaqin joydagi ularning o'ta yo'li atrofiga ko'p qitim kuzatchilarni avatidi. Shu orqali Qurayshning heliqi karvani ming to'giga mol besib qaytib kelayotganligini hamda bu ming to'gilik karvonni qo'g'daydigan kishilarning soni aran 40 odam atrofida ekanligini bilib oladi. Qurayshliklar Muhammad alayhissalom va sahobalarni Makkadan ketishga majburlab, musulmonlar Makkadan ayrilganda o'zlarining hamma boylik mulklari Makkada, ya'ni Qurayshlarga shu pet qolgan edi. Shunga musulmonlar bu qitim qilgan ish o'z mol mulklarining bir qismini qaytarib olish ishi bo'lib hisoblanadi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom o'zining planini Qurayshlarning bilib qolishining oldini olish uchun Madinadagi sahobalarga haqiqiy ahvolni aytmay, ularga bir jiddiy vazifa chiqib qolganligini, o'zi xohlagan sahobalarning qanchalik tayyorlik qila olsa, shunchalik tayyorlik qilib, o'zi bilan darhol yo'lga chiqishini chaqiriq qiladi. Shuning bilan taxminan 310 nafar sahaba Payg'ambar alayhissalom bilan birga darhol yo'lga chiqadi. Aslidagi plan bo'yicha bo'lganda 310 nafar sahabaning hech qanday urush qilmayla Qurayshning 40 nafar qo'g'dug'ichisini bo'ysundirishi butunlay mumkin edi. Shunlashqa bu 310 nafar sahaba aran 2 tuyoq ot va 70 tuyoq to'gi bilanla hamda to'liq qurollanmayla yo'lga chiqadi. O'ttir hisob bilan 3 sahabaga bir to'gi to'g'ri kelgan bo'lg'achqa 3 nafar sahaba bir to'giga navbatlashib minib mavdi. Bir kun yo'l mengib, oqshimi bargohlarni tikib, dam ilishga kirishgandan keyinla Muhammad alayhissalom o'zining planini sahobalarga aytdi. Ammo Qurayshning odamlari bu ishni bilib qilib, darhol 1000 dan ko'proq askar tashkillab, ularni yordamga avatdi. Shuning bilan 310 nafar musulmonlar 1000 dan ortiq Qurayshlar bilan Makkaga 312 kilometr, Madinaga 118 kilometr keladigan Badri degan joyda urush qiladi. Mana bu islom tarixidagi dangliq urush Badri urushi bo'lib, u Qur'onda tilga ilingan bir qancha urushlarning biridir. Badri degan so'z aslida bir odamning ismi bo'lib, Payg'ambar alayhissalom Madinaga hijrat qilishdan bir qancha asr burun Badr ismli bir odam ash yerga bir quduq qazidi. Keyincha u yer Badri tuzlangligi deb atalib, eng oxiri bu joyning ismi Badrga o'zgartirildi. Bu qitimqi urushga qatnashgan musulmonlarning kuchi Qurayshlarnikidan ko'p ojiz bo'lib, Muhammad alayhissalom yo'l bo'yi to'xtamay yordam talab qilib, Allohga duo qildi. Allah Muhammad alayhissalomga yordam qiladiganligini va'da qildi va shu va'dasi bo'yicha 1000 farishta avatdi. Ammo bu farishtalar kelib, Qurayshning odamlarini biroqli yo'q qilib atmaydi. Yasir qarning deyishcha, farishta Jibril 600 dona qanotining birsini bir shiltish bilanla bir kentni tuzlab o'talaydi ekan. Ular Muhammad alayhissalomning odamlarining urush qilishiga qarab turib, faqat ularning kuchi yetmagan, yordamchisiz qolgan, halok bo'lib ketishga oz qolgan vaqtidala ondan yordam qiladi. Bu leksiyada Yasir Qozi qayta ta'kidlagan bir narsa shuki, agar siz aqlingizni eng zo'r darajada ishlatib, jiningizni tikib, o'zingizning borlig'ini atab, qattiq tirishmasangiz, Allah hargizmi sizga yordam qilmaydi.
Qur'ondagi 8-sura Anfalning mazmuni butunlay mushu vaqa haqida bo'lib, men barliq o'qirmanlarga maqolni o'qib mush yerga kelganda ashu surni bir qatim o'qib chiqishini tavsiya qilaman. Tövendikisi Yasir Qazining 38-qatimliq leksiyasida qilgan bir qism so'zlarning asosiy mazmuni. Bu so'zlarning hammasi leksiyadagi birli joyda so'zlangan emas bo'lib, men ularni leksiyaning bir qancha yerdan oldim. Muhammad alayhissalom sahobalarni boshlab Badr urushi maydoniga qarab ketayotgan yo'lda Allohga orqa-orqadan duo qilib, Allohdan yordam tilash natijasida Allohdan uningga 1000 farishta avatib, uningga yordam qiladiganligi haqida vahiy keladi. Shundan keyin Jibril beshiga qizil ranglik raq ortib olgan, qo'llarida qurol tutgan hamda Alloh faqat farishtalar uchun yaratgan bir xil alayda xildagi otlarni mingan farishtalardan 1000 farishtani boshlab Muhammad alayhissalomning qo'shiniga yordam qilish uchun keladi. Aslida farishtalar qurol ishlatmaymi, Quraysh askarlarini osonli bichit qilib ta'laydi. Ammo Alloh mushu bir vaqa orqali bizga bir muhim hikmatni bildirdi. U bo'lsa-mu, g'alaba qozonish uchun farishtalarmi eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatmasi bo'lmaydi. Farishtalarmi o'zining barligini atab tirishchanlik ko'rsatmaydi ekan, qilayotgan ishidan yaxshi natija chiqmaydi. Badr urushi intayin mo'yin bo'lib, Alloh farishtalarning ichidagi javharlardan 1000 ni tanlab yordamga avatidi. Ya'ni farishtalarning ichidami o'xshamaydigan darajalar bor bo'lib, Alloh Badr urushiga avatganlar shularning ichidagi mansibi ustun o'rinda turadigan 1000 farishtadan tarkib topgan. Qurayshlarni bir taraf qilib etish ishini birla farishta qila oladigan tursa, Alloh nima uchun 1000 farishta avatidi? Ya'ni farishtalar insonlarning ko'ziga ko'rinmaydigan bo'g'achqa. Ular dushmanlarning ichidagi xohlagan yerlarga berib, ularni yo'qotib o'tadi. Hadisdagi bir rivoyatda deyilishicha, bir qitim Jibril o'zining aslidagi qiyofatida kelib, o'zining 600 dona qanotining birsini yerga bir urgan ekan, qanoti tekkan yerdagi shahar osmonga qanqib chiqib, yerga dum ko'mtirilib tushdi ekan. Mushundaq turuqliq Alloh yana nima uchun 1000 farishtani avatidi? Bu yerda mundaq bir oddiy haqiqat bor. U bo'lsa-mu Qur'on va sunnatga boshdan oxir singdirilgan bir uchur shuki. Siz hech qanday bir narsani bekorga qo'lga keltira olmaysiz. Jannatmi shuning ichida. Siz jannatga-mu hech ish qilmayla kira olmaysiz. Biz jannatga o'z tirishchanliklarimiz bilanla erisha olmaymiz. Biz ko'rsatadigan tirishchanliklar bilan selishtirganda jannat degan bir bebaho narsadir. Shundaq bo'lsa-mu, siz jannatga kirish uchun ma'lum darajada tirishchanlik ko'rsatishingiz kerak. Ya'ni siz ko'rsatgan tirishchanlik siz erishadigan natija bilan selishtirganda yetarlik emas bo'lsa-mu, siz ashu natijaga erishish uchun cho'qim ma'lum darajada tirishchanlik ko'rsatishingiz kerak. Shundaq qilsangiz, Alloh siz ko'rsatgan tirishchanlikning sonliq miqdoriga emas, uning sifatiga qarab, ondan sizga natija ato qilmaslikni qaror qiladi. Badr urushida 300 nafar sahaba yollardagi qilichlarini sug'urib ilib, o'lim maydoniga qarab mangdi. Ammo dal shu chaqda Alloh 1000 farishtani avatib, shular orqali qilmoqchi bo'lgan ishni tamomlaydi.
Yani bu yerda sahabeler qarab turib, farishtalar hamma ishni o'zlari bevosita qilib etmaydi. Urush maydonida yuz bergan har bir vaqada sahabelar dushmanni o'ltirish uchun o'zlarining borliqini atab jangga otlanadi. Ondan farishtalar qolgan ishni bitirdi. Biror vaqadimi farishtalar sahabelar uchun hamma ishni o'zlari biroqli qilib bermaydi. Bu yerdagi muhim nuqta shuki, siz hargizmi sababni qilmay turib natijaga erisholmaysiz. Siz manzilga yetish uchun musofani besib o'tishingiz kerak. Allah hargizmi manzilni o'yib elib, uni sizning oldingizga akilib bermaydi. Sizning kuchingiz butun musofani besib tugatishga yetmasligi mumkin. Shundaqdimi siz o'zingizning borliqini atab tirishsangiz, qolganiga Allah yordam qiladi. Maryam alayhissalom o'zi yolg'iz tug'ut jarayonini boshlab, ojizlikdan jonsizlanib ketganda, Allah uningga "Men sen yordam qilaman, ammo xo'ma darxini o'zing irg'itqin" deydi. Yani xormalar Maryam alayhissalomning etigiga o'zligidan tushmaydi. Ammo Maryam alayhissalomning xorma darxini irg'atqudak kuchi yo'q. Shunga Allah uningga "Sen qanchalik ish qila olsang, shuni qil. Qolganini men qilaman" deydi. Shuning bilan Maryam alayhissalom daraxtni kuchining yetishicha midiriltishga urinadi. Shuning bilan daraxtdagi xormalar uning atrofiga tushadi. Qaranglar, Maryam alayhissalomdek bir ulug' inson, Isa alayhissalomdek bir payg'ambarni tug'ish oldida, ashundaq bir xatarga yo'liqqan vaqtdami Allohdan bekordan bekorga yordamga erishalmasa, bizning tirishmay turib Allohning yordamiga erisha olishimiz mumkinmi? Bizning bir narsaga ehtiyojimiz tushganda, uni menga Allah berdi deb uyda o'ltirsak, biz ashu narsaga erisha olamizmi? Agar bir narsa bizga buyurilgan bo'lsa, faqat biz o'zimizning borliqini atab tirishqandila, ondan Allah uni bizga beradi. Agar o narsa bizga buyurilgan bo'lsa, biz faqat sababini qilgandan keyin ondan Allah uni bizga berdi. Badr urushidan yakunlab chiqarg'ili bo'ladigan eng muhim hikmatlarning biri mana shu. Ya'ni Badr urushida musulmonlarning g'alaba qiladiganligi eng yuqori jang bo'lib, oldin bekitilgan. Ya'ni o oldin buyurilgan. Ammo musulmonlar o'zining jinini olqiniga elib, jangga kirib, eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatgandan keyin ondan bu g'alaba ularning qo'liga yetkazilgan. Musulmonlar o'zlarining borliqini mushu jangga atagandan keyin ondan ularga Allohning yordami kelgan. Musulmonlar umidni Allohga bog'lab, Allohga ishonish va Allohga tavakkul qilish bilan billa jinini tikib, qilishlar uchib yurgan jang maydoniga ko'krak kerib kiradi. Allah shundan keyin ularga yordam qiladi. İbrahim alayhissalommo o'g'li İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilish uchun pichoqni egiz ko'tardi. Dal shu chaqda, ya'ni qurbonlik qilmoqchi bo'lib turganda, Allah "Endi bo'ldi, sen sinoqdan o'tding" deb İsmoil alayhissalomni qurbonlik qilg'izmaydi. Demak, biz oldi bilan o'zimizning borliqini atab, eng zo'r darajada tirishchanlik ko'rsatishimiz kerak. Ondan Allah bizga o'zi xohlagan va bizga buyurilgan narsalarni berdi. Yasir Qazining men bu qatim tilga olmoqchi bo'lgan 38-leksiyasidagi so'zlari mush yerda oxirlashdi.
Mən Yasir Qazining leksiyasining ichidagi yuqorida tilga ilingan mazmunlarni anglag'andan keyin intayin ko'p va intayin uzun o'ylandim. Ularni o'zimning hozirgacha bo'lgan umrdagi amaliyotga bog'lab baqdim. Nurg'un qarindoshlar mendan davomliq siz bunchavala ishlarga qandoq yetishsiz deb so'raydi. Uning javobi oddiy. Mən to'g'ri ishlarni tanlab qildim hamda oliy maktabda o'qiyotgan vaqtimdan boshlab har kuni 12 soatdan 16 soatgacha jinimni tikib o'zimning barlig'ini atab ishlarni to'g'ri qilishga intayin yuqori darajada ahamiyat bergan asosda qattiq tirishdim. Hozirmi shunday qilyapman. Amaliyotda Uyg'ur diyori va chet eldagi ko'zga ko'rinarli natijalarga erishgan Uyg'ur qarindoshlarning bu jihatdagi ahvoli meningkiga nihoyatda o'xshab ketadi. Men faqat shularning ichidagi bir odamdan iborat. Meningcha, yuqorida bayon qilingani islom dinidagi bir unutilgan an'ana ekan. İslam dinidagi bir unutilgan hikmat ekan. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, musulmonlar Badr urushida namoyon qilgan jasorat, namoyon qilgan botirlikni, Badr urushida namoyon qilgan har bir zamonga mos keladigan eng yaxshi qudrat tepish yo'li bilan mengish aqlini hozirgacha davomlashtirib kelgan bo'ladi. Shuning bilan musulmonlar bugünkidek bir nachar holatga tushib qolmay, kam degandimi taraqqiy qilgan g'arb allari bilan o'xshash saviyada tura olgan bo'ladi. Agar musulmonlar qandoq qilganda Allohning yordamiga va buyurilgan narsalarga erishgili bo'ladiganligini asti ching tutgan bo'lsa, layoqatli musulmon bo'lish bilan billa kam deganda taraqqiy qilgan g'arb allardagi xalqlardek tirishgan bo'lsa, musulmonlar bugunmi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va harbiy sohalarning hammasida dunyoning oldida mang'aligan, hech bo'lmaganda dunyo taraqqiyotiga ergishib mang'aligan bo'ladi. Makkadagilar bilan Madinadagi musulmonlar o'rtasidagi ikkinchi qatimliq urush Hijriya 3-yili yoki milodiy 625-yili 19 mart kuni Uhud deg'ining bag'rida yuz berdi. Bu urushni Badr urushida ziyon tortgan makkaliklar musulmonlardan intiqom olish uchun boshlaydi. Bu urushga qatnashgan makkaliklarning soni 3000 nafar atrofida bo'lib, bu son musulmonlarning sonidan ko'p ustun turdi. Urushning eng dastlabida Muhammad alayhisalomning nihoyat donolik bilan o'rinlashtirishi va qo'mondonlik qilish natijasida musulmonlar makkaliklarning bargohlarini osonla vayron qilibdi. Lekin uningdan keyin musulmonlardan 300 kishi Muhammad alayhisalomning o'rinlashtirishiga bo'ysunmay, o'lja talishib, har tarafga chechilib ketdi. Makkaliklar bu fursatdan foydalanib, musulmonlarga qaytarma zarba berib, musulmonlarga intayin ig'ir darajada ziyon soladi. Musulmonlardan kam deganda 70 kishi shahid bo'ladi. Makkaliklardan bo'lsa, oran 22 odam o'ladi. Muhammad alayhisalommo ig'ir darajada yaralanib, dushmanning qo'liga tushib qolg'ili tasliq qiladi. Sura Al-Imronda ashu Uhud urushiga oid xeyli ko'p oyatlar bor bo'lib, u oyatlar 3-suradagi birli joyda berilmay, uning ichida bir oz tarqilib kelgan. Şuna hozir Qur'onni o'rganayotgan qarindoshlar 3-surani o'qishdan burun Uhud urushi haqidagi tarixni bir qatim o'qib olsa, uning ko'p foydasi bo'ladi. Yasir Qazi o'zining Muhammad payg'ambarning tarjimali degan leksiyasining 45-qismidan boshlab mushu Uhud urushi haqida so'zlagan bo'lib, u leksiyaning
49 qismida Uhud urushidagi foydali nuqtalar bilan hikmatlarni xulosalaydi. U mundaq deydi: Bu yerdikisimi Yasir Qazi degan so'zlarning aynan tarjimasi bo'lmasdan, uning asosiy mazmunidan iborat. Badr urushida musulmonlar Payg'ambar alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysunadi va keyingi qadamda qanday qilish to'g'risida o'zaro so'qishmaydi. Uhud urushida bo'lsa, musulmonlar ham Payg'ambar alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysunmaydi, ham keyingi bosqichda qanday qilish masalasida o'zaro so'qishadi. O'lja talishib, musulmonlar qo'shini ichida qalaymaqonchilik paydo qiladi hamda irodasini yo'qotadi. Bu ikki xil ahvol Qur'ondagi 8-sura bilan 3-surada bayon qilingan. Qur'ondagi ashu mazmunlar va Uhud urushidagi amaliyotdan biz shuni bilalaymiz-ki, agar musulmonlarda birlik bo'ladi ekan, hamda musulmonlarda Allohga va Payg'ambar alayhissalomga qarata sadoqatmanlik bo'ladi ekan, ular Payg'ambar alayhissalomning qo'mondonligiga bo'ysunadi ekan. Alloh taolo ularga yordam qiladi. Agar musulmonlarda birlik bo'lmaydi ekan, hamda Allah va Payg'ambar alayhissalomga qarata sadoqatmanlik bo'lmaydi ekan, Alloh ularga atgan yordamini qaytarib oladi. Ya'ni musulmonlar Uhud urushining eng dastlabida xuddi Badr urushidagidekla harakat qilganda Alloh ularga yordam qiladi. Ammo uningdan keyin musulmonlar parchalanib, dushmanni bir yoqqa qayrib qo'yib, manfaat talashishga tushib ketganda, Alloh o'zining ularga qaratgan yordamini to'xtatib qo'ydi. Mayli siz musulmon bo'ling. Mayli siz yaxshi musulmon bo'ling. Mayli siz dunyodagi eng yaxshi musulmon bo'ling. Sizga g'alaba mundaqla taqdim qilinmaydi. G'alaba sizga kapolat qilinmaydi. Masalan, Muhammad alayhissalom dunyodagi eng yaxshi musulmon. Ammo Uhud urushida uning g'alaba taqdim qilinmadi. G'alaba kurash orqali qo'lga keltirilishi kerak. Har bir g'alaba kurash orqali qo'lga keltirilishi kerak. Bu jihatdagi ishlar hargiz boshqacha bo'lmaydi. Bu jihatdagi ishlarning boshqacha bo'lish ehtimolligi nolga teng. Bu ish Payg'ambar alayhissalom uchun o'xshash. Bu jihatda hech qanday odamning darajasi o'stirilmaydi. Mayli bu dunyoda bo'lsin yoki oxiratda bo'lsin, bu ish har ikki dunyoda o'xshash. Uhud urushida Makkaliklar musulmonlarni butunlay tozalatmoqchi bo'ldi. Lekin musulmonlar Makkaliklarni o'z maqsadiga yetkazmadi. Mushundaq bir g'alaba uchun Muhammad alayhissalom ig'ir darajada yorilinib, qattiq sinoqlarni beshidan o'tkazib, ig'ir darajada badal to'ladi. Yasir Qazi 49 leksiyasida o'ttirib qo'ygan Uhud urushining foydali nuqtalari va muhim hikmatlari xili ko'p bo'lib, men yuqorida ularning faqat mazkur tema bilan munosabatli qismini tunishtirib o'tdim. Muhammad alayhissalom 300 nafar sahabani boshlab Badr jangini ilib berishdagi maqsad 1000 to'giga 50,000 dinar oltinni otib, 40 nafar askarning qo'g'dishi bilan Shamdan Makkaga qaytib kelayotgan bir karvonni qo'lga tushirib, shu orqali musulmonlarning siyosiy, iqtisodiy va harbiy kuchini oshirishdan iborat edi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda, Badr urushi yuz bergan davrlardagi tez surat qudrat tepishning eng unumli yo'li Qurayshning karvonini qo'lga keltirish bo'lgan edi. Hozirgi zamonda qudrat tepish va taraqqiyotda dunyoning oldida mengishning eng unumli yo'li qaysilar? Men tuvanda mushu masala ustida ozroq to'xtalaman. Davomı var.